Maraz sehri kasal qilish sehridir. Ba'zilar sehrgar oldiga borib, biror dushmanini bemor qilib berishini so'raydilar. Bunday hollar ko'pincha biror erkakni o'ziga qaratish uchun uni ayolini kasalmand qilib qo'yishni qasd qiladigan ayollar tomonidan sodir bo'ladi. Ayoli doim kasal kishi ko'chadan boshqa birini topishga ehtiyoj sezadi. Bundan boshqa hollarda ham bu sehr ishlatiladi. Alomatlari: a'zolarning birida tinimsiz og'riq bo'lishi, oyoq qo'llarda uyushib og'rish, ba'zan falaj bo'lib qolish hollari yuz beradi. Sezish a'zolardan birining ishdan butunlay chiqishi, masalan, ko'rish, eshitish, hid bilish, bosh aylanishi tez-tez bo'lib turishi, tananing titrab uchish hollarining paydo bo'lishi, karaxtlashib qolish, ozgina kitob o'qisa juda charchab, jildirab qolish, behush bo'lib yiqilish. Bu hol ayollarda ko'proq tandir va o'choqlar oldida sodir bo'lib turadi. Umuman olganda tibbiy kasalliklardan farqsiz belgilar bo'ladi. Buni yaxshi ajratib olish uchun Qur'on o'qib ko'rish mumkin. Shunda sehr kasalligi alomatlari seziladi, ya'ni ko'z tinib ketishi, qo'l yoki oyoq uchlarida sovuqsiragan bir holda jimirlab og'riqning paydo bo'lishi, boshda qattiq og'riq paydo bo'lishi kabi belgilar bilan bilinadi.